Hozir men sizlarga Qirg'izistonni qisqacha ochib beraman. Shu joyiga mazza qildim-da, manzarani qarang. Bu manzarani go'zalligi menimcha azon ovozini jaranglab eshitilishi bilan bo'ldi, to'g'rimi? Qirg'izistonga safarim juda ham qisqa bo'ldi. Shu sababli bu yurtga yana qayta kelishni niyat qildim. Shunga qaramay Qirg'izistonning eng qiziqarli joylarini ko'rishga harakat qildim. Bu bo'lsa Sulaymon tog'i deyilar ekan. Uning ichida muzey bor. Shu muzeyga kirish taraddudidamiz. Ketdi. Sulaymon tog'i Qirg'izistonning yuragidagi mo'jiza. O'sh shahri markazida joylashgan bu tog' har bir sayyoh borishi shart bo'lgan joylardan biri. Sulaymon tog'iga chiqish orqali nafaqat tabiati go'zalligidan bahra olasiz, balki butun O'sh shahrining balandlikdan tomosha qilish imkoniyatiga ham egasiz. Bu yoqda qadimiy g'orlar, Sulaymon payg'ambar nomi bilan bog'liq rivoyatlar va muzeylar sayyohlarga boy tarixni namoyon etadi. Agar Qirg'izistonga borsangiz, Sulaymon tog'iga chiqib, O'sh shahrini balandlikdan tomosha qiling. Tog'ga chiqish uchun poyabzal va kamerani unutmang. Ishoning, bu manzara yuragingizda uzoq saqlanadi.